Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, e'tiboringiz markazida yana Sport Plus kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni hamda kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Men esa bugungi dasturimizni boshladim. Bunaqada Abduqodir Husanov joyini boy beradi. Angliya Premyer Ligasining 6-turidan o'rin olgan uchrashuvda Manchester City o'z maydonida Burnley ustidan 5-1 hisobida zafar quchib, qimmatli 3 ochkoga ega bo'ldi. Shaharliklarning yirik g'alabasiga mehmonlar himoyachisi Maxim Estenov yordam berib yubordi. Fransiyalik futbolchi Manchester Cityning hujumlarini qaytarishda 2 marta o'z jamoasi darvozasini ishg'ol qilib qo'ydi. Bir juft avtogoldan tashqari bitta gol Matesh Nunes hisobiga yozilgan bo'lsa, Manchesterliklar to'purari Erling Haaland o'yin yakunlanishiga yaqin dubl qayd etdi va jami 8 ta gol bilan liga to'purarlari poygasida birinchi o'ringa ko'tarilib oldi. O'zbekistonlik milliy terma jamoasi a'zosi Abduqodir Husanov o'tgan turda jarohat olgani uchun bu gal maydonga tushmadi. 21 yoshli legionerimiz oxirgi 3 ta uchrashuvda o'ynagan o'ng qanot himoyachisi bu gal Matesh Nunesga tushirildi. Portugaliyalik futbolchi himoyadagi vazifalarni bajarishdan tashqari APLning yangi mavsumidagi birinchi golini ham urdi. O'yindan keyin tajribali futbolchi o'z fikr-mulohazalari bilan o'rtoqlashdi. Biz gol o'tkazmaslikka o'rganishimiz kerak. Mana shu Burnley bilan bo'lgan o'yinda olgan xulosamiz bo'ldi. O'yinning birinchi yarmi juda qiyin kechdi. Biroq ikkinchi bo'limda o'yinning borishini yanada yaxshiroq nazorat qildik va muvaffaqiyat qozondik. Bu juda yoqimli g'alaba. Biz hali ham avvalgi darajamizga ko'tarilishga harakat qilyapmiz. Buning uchun har bir bahsda o'yinni to'liq nazorat qilishimiz talab etiladi. Har doim g'alaba uchun to'p tepamiz, ammo bu har doim ham oson kechavermaydi deb aytib o'tgan Matesh Nunes. Angliya Premyer Ligasida 6 ta uchrashuvdan so'ng ochkolar sonini 10 taga yetkazib olgan Josep Gvardiola shogirdlari musobaqa jadvalida yuqori o'rinlar uchun kurashayotgan jamoalar qatoriga qo'shildi. Manchester City navbatdagi uchrashuvni Yevropa Chempionlar Ligasi doirasida o'tkazadi. Qit'aning eng nufuzli musobaqasiga birinchi turda o'z maydonida Italiya chempioni mag'lubiyatga uchratgan shaharliklarni endi Fransiyaga safar qiladi. 1-oktyabrga belgilangan bahsda Manchester City futbolchilari Monaco jamoasiga qarshi saf tortadi. Abduqodir Husanov bo'lajak uchrashuvda ishtirok etish hamon so'roq ostida turibdi. Ammo Abduqodir Husanov aynan Monacoga qarshi uchrashuvda maydonga tushishi to'g'risida ma'lumotlar chiqqandi. Josep Gvardiola esa Husanovni kutmang degan gaplarni aytdi. Aynan Abduqodir Husanov Monacoga qarshi o'yinda katta ehtimol uchrashuvda maydonga tushmasligi mumkin yoki zaxiradan bo'lsa ham qo'shiladimi yo'qmi buni bilmaymiz. Ammo hozirda Abduqodir Husanovning o'ng qanot himoyadagi vazifasini Matesh Nunes ajoyib amalga oshirmoqda. Endi Abduqodir Husanovni Manchester City o'ng qanot himoyasida ko'rmasligimiz ham mumkin. Albatta do'stlar, nima bo'lganda ham hamyurtimizga omad tilagan holda kommentariyaga tushib Olg'a O'zbekiston, Olg'a Abduqodir deb yozib qo'yishni unutmang do'stlar. Qadrli do'stlar, hozirgi dasturimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Video yoqqan bo'lsa, like, yoqmagan bo'lsa dislike bosib qo'ying. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. Sport Plus kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.